Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ko'pchilik aka uy yo'qmi, uy chiqaring sotiladigan degani uchun Malandion mahallasidan mana shu yerdan kirib ketiladi. 5,5 stuqli joyga tayyor hovli, hamma sharoitlari bor, sotilyapti. Manzil o'rtoqlar, mana meni orqamda Eurostroy kelish. Mana davr to'yxona, bu yerdan sentrdan kirib kelish. Mana shu yerdan borilib Pavlik Morozovga yetmasdan hozir borib ko'rsatamiz. O'rtoqlar, mana kay Pavlik Morozov lager. Mana uzundagi metan gaz zapravka. Mana shu yerdan shunday kelganda mana buriladi. Ana shu ko'prikdan burilgandan ana shu 3-uy. Mana yashil darvoza. Xo'p, o'rtoqlar, uy mana shu. Manzilda, orientirda hammasini ko'rdilaringiz. Bu yoq Malandionning tepasiga chiqib ketadi. Mana shu pastdan keldik mana. Xo'p, hovli o'zimiz yashaymiz deb qilingan, hamma sharoitlar bor. Bitta nimasi, o'naka gazni ko'ryapsizlar, mana gaz. Gazga shuni ariza tashlanadi. Shtab qaytib gazni ulab berishadi. Ko'p narsalar qoladi deyapti. Xo'p, uylar yaxshi remont bo'lgan. Mana shu ikkita uyga kelganda hozir oddiygina qilib nima qilishdi. Mana uylari katta xonalari. Bu yerda bitta. Mana bu tepada bitta. 9 uzunligi 9 metrdan 9,5 pashto 10 ga yaqin ikkalasi. Pastda kladovka qilingan o'zlariga. Hamma narsasi mana bu yashaydigan joyi, uyini yevro remont qilib qo'yishgan. Bu yog'ini aboy nimalargacha bor. Mana. Hovlini chegarasiga kelsak, mana shu yerdan bo'lingan. Mana o'zlari ketgan dalshi. Ana shu sheferlarni shu nimalarda oldigacha mana, taxtalarda oldigacha. 5,5 sotiq. Malandionda 1,5 sotiq, 1 sotiq yer o'zi $5,000 sotilyapti. Yaxshi joylardan suvlik, salqin. Mana bu yerda ham yana bitta xona bor. Mana bu yerda oshxonasi. O'zi bu yerda hamma sharoitlarni qilib qo'yishgan. Mana xolodilnik nimalarigacha hamma narsasi bor. Bu yerda hammom, dush, tualet hammasi ketgan dalshi. Mana shu chegarasi nimaligacha. Mol boqaman, qo'y boqaman deganlarga ham bu yerda molxona, qo'yxonalari qilsa bo'ladi. Agarotga ham narsa eksalar ham bo'ladi. O'rtoqlar, endi narxiga kelsak, narxini aytilishi, bu bozor $50,000 deyilyapti. Realni oladiganlar bo'lsa, kelsa savdolashadi ham. Agar meni pulim uncha buncha desa, mana bank bilan shartnoma qilib, ikkilamchi qilib olsalaringiz bo'ladi. Uni yo'lini men sizlarga tushuntiraman. Hozirgi zamonda ikkilamchi degan nima chiqqan? Bankka borib qancha pulingiz bo'lsa, berib, qolganini kreditga chiqartirib, o'zlaringiz olsalaringiz bo'ladi. Uy zakonni shuna kelib, shuna yashaladi. Suvni hozir ko'rsataman sizlarga suvni. Suv, svet, VIP. Normalniy. Mana suv. Bitta ochgandan keladi. Motor, hamma narsalari bor, o'rnatilgan. O'rtoqlar, kimda qanaqa savol yo taklifi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Mana shu nomerlarda ekranlaringizdagi kelishlaringiz mumkin. Qanchadir pulim bor, qolganini qilib beraman desalaringiz, kelib uyda egasi bilan yoki menga chiqsalaringiz ham o'zim olib kelib sizlar bilan gaplashtirib ko'ndirishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangi videolar chiqaveradi.